O'qish uchun 3 ta narsa kerak. Birinchisi, uni suyadigan ota-onasi kerak. Uni doim yo'lab turish kerak. Kiyim-kechagidan, holidan xabar olib turadigan. Bizning odamlarimiz hali orqada, dinni yaxshi tushunmaydi. Masjidga kirib yiqilib chiqavergan bilan ilm bo'lmasa Xudoni tanimaydi. Ilm bilan taniydi. Az bo'lsa ham o'qish kerak. Mana odam 90% odam bolalarni boshqa o'qishlarga o'qityapti, doktorlikka o'qityapti. Balam yaxshi pul topsin deb. Militsiyaga o'qityapti, SMBga o'qityapti, tijoratga o'qityapti. Dini o'qishga o'qitadigan odam juda kam. Juda kam. Demak, shu bilgan odamlar shu bizdan sadaqa joriya bo'lsin. Balamiz yaxshi inson bo'lsin. Biz buni yediramiz, ichiramiz, boqamiz, katta qilamiz, ketimizdan bir duo qilishga yaramasa bu qanday farzand bo'ldi? Biz shuni duo qiladigan, ota-onamga rahmat qilgin deb duo qiladigan, eliga yurtiga xizmat qiladigan bo'lsin deb juda kam odam bolalarni o'qityapti. Bular biladi, eshitgan, bolalarni o'qitganlarga, o'qiganlarga Alloh taolo va'da qilgan toj bor.